Assalomu alaykum. Biz uchun hamisha qadrli bo'lgan aziz qadrdonlarimiz, Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi. Biz esa g'oliblarni aniqlashda davom etamiz. Bugungi jonli efirimiz mehmoni men qanday ta'riflashga rosa tayyorgarlik ko'rish jarayonida ham rosa qiynaldim. Sababi qaysi nimani kategoriyada ta'riflay desam baribir til ojiz. Qisqagina va aniqini aytaman. Buni xalqimiz o'zi biladi. O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan aktrisa, xalqimizning eng sevimli aktrisasi, yaxshi ko'rgan va bu insonni videoda yuzi yoki holatini ko'rmasdan-da ovozi bilan ham xalqimizga sevimli bo'lgan san'atkorimiz Ra'no Zokirova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xayrli kech. Assalomu alaykum azizlarim. Ilohim bugungi suhbatimiz jonli efirda har bir xonadonga faqatgina xursandchilik ola kelsin va albatta mana shu yutuqlar o'zini manziliga yetib borishiga men aminman. Avvalambor Ra'no opa, jonli efirimizni ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz va bemalol ishonib ayta olamiz, siz Garant savdo markazining sayohat aksiyasida uzoq kutilgan san'atkorsiz. Anchadan beri biz sizni rejalashtirganmiz va niyat qilganmiz va biz bu orzumizga erishdik bugun va sizning muxlislaringiz ham, Garant savdo markazining mijozlari ham bundan juda ham xursand. Biz bunga ishonamiz va keling efirni boshida men sayohat aksiyamiz haqida to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Undan so'ng esa g'oliblarni aniqlaymiz, ularga qo'ng'iroq qilamiz va chiroyli suhbatimizni davom ettiramiz. Muhimi, barcha aksiyamiz ishtirokchilariga omad tilab qolamiz. Eslatib o'taman, Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi. Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilasiz va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashasiz va 6 ta davlatdan biriga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu 6 davlatlarimiz Ra'no opa 1000 ta Turkiyaga, 400 ta Umraga, 400 ta Dubayga, 300 ta Vietnam, 300 ta Misr va 400 ta Gruziya davlatlariga sayohat yo'llanmalari. Mashalloh, naqadar zo'r, juda katta savob ishga qo'l urgansizlar. Ilohim, mana qancha hozir yurtdoshlarimiz, umuman samolyotga o'tirmagan yurtdoshlarimiz ham borda, lekin mana shu sizlar olib chiqqan ijtimoiy tarmoqlar orqali bugun kuzatib chiqdim. Mashalloh, umralarga borgan bizning onaxonlarimiz, kelin poshshalarimiz, qolaversa Turkiya mamlakatlariga, Dubay, mana bugun Gruziyaga elimiz sevgan xonanda shaxsan Kamina Ravshan Komilov o'zlari aeroportga chiqib, o'zlarini go'zal tilaklarini bildirib azizlarimizni yo'lga kuzatib qo'ydilar. Ra'no opa, shu o'rinda eslatib o'taman. Mana bugun siz ham g'olib aniqlaysiz. Sizdan nasibsa, keyingi hozirda sayohatlarimiz davom etgan, keyingi bo'ladigan guruhlarda ham ishonib qolamiz, Ra'no Zokirovani o'zlari aeroportga borib, o'zlari kuzatadi va shu bilan birgalikda yana rejalarimiz bor. Ra'no Zokirova Garant savdo markazi mijozlari bilan Turkiya, Dubay qaysi davlatda o'zlari xohlasa, o'sha g'oliblar bilan ham sayohat qilish imkoniyatiga ega. Birgalikda borib, nasibsa, bir narsa borki, siz sevgan xalqimiz barcha sevadi va o'zini sevgan aktrisasi bilan o'sha umrida birinchi marotaba ko'rayotgan joylarni va dunyoning eng go'zal joylarini birgalikda ko'rish ham bu boshqacha taassurot qoldiradi va chiroyli xotira qoldiradi. Biz bunga ishonamiz. Va biz Ra'no opa, keling hozirda Garant savdo markazini sayohat aksiyasi g'oliblarini aniqlab olamiz. Bugun sizlar bilan birgalikda 3 ta davlatga g'oliblarni aniqlaymiz. Demak, kunlik aksiyamiz bo'yicha Dubay umraga, yillik aksiyamiz bo'yicha esa Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'oliblarini shaxsan Ra'no Zokirovani o'zlari aniqlab beradi. Va biz barcha aksiyamiz ishtirokchilariga omad yor bo'lsin. Ilohim, shu soniyada kimdir xonadonda tabiiy hol xursandchilik bo'lsa, biz albatta mana shu xursandchiligiga chin yurikdan sherik bo'lamiz. Demak, omad yor bo'lsin. Ra'no opa, men mishkani sizga beraman va siz shu ishtirokchilarni aniqlash tugmasini bir marotaba bossangiz, randomizm dasturimiz bizga tasodifiy g'olibni aniqlab beradi. Hech kimni xafa qilish niyatim yo'q. Qaniydi qo'limda bo'lsa, hammalarga mana shuni hadya qilgan bo'lardim, lekin bugungi kunda omadlisi g'olib bo'ladi. Albatta. Kimda omad kelsa, bugun g'olib bo'ladi. Demak, boshladikmi? Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mishkani turlab olamiz. Bu tomonni bosamiz. Men mishkani ishtirokchilardan aniqlash tugmasiga olib kelib beraman. Mishkamiz ham
Siz kelganingizga hayajonda bu. Yo'q, yo'q, Shu yo'q. chap tomonni bir marta bosasiz va Bismillahirrohmanirrohim. Agar kim yutsa, albatta menga lichkamga yozinglar. va ishtirokchilarni aniqlash tugmasi bosildi. Random Z dasturimiz bizga Dubayga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlab beradi. G'olibimiz aniq Toshkent viloyati Chirchiq filialimizdan Hamrali va Gulbahor opamiz Dubayga mutlaq bepul sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Mashallah. Bu qarsalar siz uchun Gulbahor opa, agarda bizni jonli efirda kuzatayotgan bo'lsangiz, Lekin albatta yetib boradi. Voy, qarang, bayram ketidan yana bayram Bayram. xonadonda. Voy, albatta menga yozing, xo'pmi? Bu keyingi jarayon shaxsan o'zimga, kaminaga juda ham qiziqarli bo'ladi. hop Gulbahor opamiz Garan savdo markazi Chirchiq filialidan 28-may kuni mahsulot xarid qilishgan va aksiyamiz ishtirokchisiga aylanishgan. Shu kunlarda. Shu kunlarda o'tgan oyning 28-mayida O'tgan hafta. o'tgan deyarli, hafta ha. mahsulot xarid qilib aksiya ishtirokchisiga aylanishgan Omadli va ayol ekan, bilmadim. Mendan yoshmisiz, yoshingiz mendan kattami? Lekin juda xursandman. Xursandchiligingizga butun jamoa sherik biza. ularga jonli efirda qo'ng'iroq qilamiz. Raqamlari Raqamlari yozilgan. bor, ha. Va hozirda o'zida ularga tabrik so'zlarimizni yo'llaymiz. Shu bilan birgalikda qaysi davlatga sayohat yo'llanmasi qo'lga kiritganini aytamiz. Men boshida tanishtirib beraman, keyin esa qaysi davlatga yutib olganini siz aytib berasiz surpriz tarzida. Qo'ng'iroq bor. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamrali va Gulbahor opamiz nomerlarimi? Da. Gulbahor opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ha, zo'r, xudoga shukr. Garant savdo markazi jonli efirdan qo'ng'iroq qilmoqdaman Aha. va hozirgi daqiqalarda jonli efirdasiz. Aha. 28-may kuni Chirchiq filialimizdan mahsulot xarid qilgansiz Ha. va bizni sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashgansiz. Ha. Xabaringiz bor sayohat aksiyalarimiz bo'yicha. Ha, xabarim bor. Gulbahor opa, bir savol bermoqchiman. Ha, bering. Shu mahsulot xarid qilayotganda sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritaman deb niyat qilganmisiz? Mahsulot xarid qilayotganda Aha. sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritaman deb niyat qilganmisiz? Yo'q. Niyat qilmagansiz. Yo'q, o'ylab ham ko'rmagan. Hozirda jonli efirda O'zbekiston va Qozog'iston xizmat ko'rsatgan aktrisamiz, barchamizni sevimli aktrisamiz Ra'no Zokirova bilan birgalikdaman. Aha. Men telefonda Ra'no opaga beraman, ular sizga xursandchilik xabarni aytishadi. Tayyormisiz? Tayyorman. Mashallah, voy farzandlar bor ekan. Gulbahorxon, xayrli kech. Singlim yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir sizga bitta chiroyli, sizga nihoyatda yoqadigan xabarni aytaman. Faqat savollarimga javob berasiz. Umuman olganda chet el mamlakatlarga chiqamisiz sayohatgami yoki balki komandirovka yo'nalish bo'yicha? Yo'q, chiqmaganman. Samolyotda uchganmisiz? Yo'q. Yoshingiz nechida? 46. Bu nevaralaringizmi oldingizda turgan? Ha, nevaralarim. Nevaralarni. Mashallah. Bugun demak bayram xonadoningizda, chunki siz Dubay sayohatiga chiptani yutib g'olib bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Muborak Sayohat bo'lsin. yo'llanmasi. Albatta, bu bo'lsa ham Grand savdo markazidan. Labbay? Hozir siz Ra'no Zokirova, ya? Ha, shunday. Kamina Ra'no Zokirova. Rahmat. Umuman kutmagandik. Hozir biz onamlarnikiga keldik. Ha. Shundoq ekan, qarang, umuman xayolingizda ham bo'lmagan edi. O'sha narsa nimani sotib olgan edingiz o'zi? Grand savdo markazida. Garant. Men Grand. birinchi spalni oldim. Yotoqxona. Ana qarang. U jihozlar avvalambor xonadoningizga iloyim buyursin. Bilaman, aminman, juda ham chiroyli, sifatli mahsulotlarni xarid qilgansiz va mana endi sizga Dubayga sayohatga yaqin kunlarda nasib qilsa, ana shunaqa. Gulbahor opa, Xo'p. oldingizda kim bor? Oldimda qizlarim bor, ikkita qizim bor. Instagrami bor inson bormi?
Bor. Hozir sizlarni o'sha videoga olib o'tiribmiz. Instagramga ham joylaymiz buni. Yo, siz Instagramga kiring. Garant savdo markazi deb yozing, jonli efirda bizni ko'rib olish imkoniyatiga egasiz. Bo'ldi, hozir. Sizlarning Instagramimiz. Hop, Gulbahor opa, sizga sayohat yo'llamalari muborak bo'lsin. Rahmat. Ra'no opa ham juda ham xursand. Tabriklayman, chunki Rahmat. umuman hayotda toki samolyotga ham o'tirmagan ekansiz, Mashallah. mashalloh. Hayolimda yo'q ishoning, rahmat. Gulbahorxon, avvalambor bu Allohimning mukofoti. Qaysidir Rahmat. bandalarga qilgan yaxshiligingizni mana shu mukofotini siz hozir mana shu Garant savdo markazidan qabul qilasiz. Rahmat, rahmat. Juda boshqacha bo'ladi. Boringlarga shukr. Aha. Ilohim magazininglar bundan-da yuksak cho'kkalarga ko'tarilsin ilohim. Rahmat aytganingiz kelsin. Hali ko'p boraman sizlar magazininglarga. Rahmat, samimiy tilaklar, chiroyli niyatlar uchun. Gulbahor opa, sizda xorijga chiqish pasporti bormi, yo'qmi? Bor. Demak, Hech shu yoshga kirib bormaganman. Bo'ldi. Demak, endi siz sayohat qilasiz. Sizga yana bir bor sayohat yo'llanmalarimiz muborak bo'lsin. Xodimlarimiz Rahmat. aloqaga chiqishadi va to'liqroq ma'lumot berishadi. Rahmat, sog' bo'linglar sizlar ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Instagram profillarni nima dedinglar? Garant savdo markazi. Aha, xo'p, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mashalloh. Rahmat. Ra'no opa, kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Men juda ham xursandmanki, aynan mana shu singlimiz Gulbahorxon ilk bor nasib qilsa mana shu sizlar orqali Garant savdo markazi orqali demak ilk bor Dubayga boradilar. Mashalloh, bu xotirada Orzusi qoladigan. amalga oshadi. Albatta. Ham qarang, shu kunlarda deyarli 28-may oylaridan bu o'tgan haftada mana shu ayolimiz xarid qilgan ekanlar. Yotoqxona bilan yana o'sha bitta mebel. Va buni evaziga mana shunaqa sayohatga chiqdi va zo'r. Ra'no opa, bilasizmi, bizda jonli efirda har kuni ikkita aksiya bo'yicha g'oliblardan xabar olamiz. Ya'ni kunlik hamda yillik aksiyamiz bo'yicha shu haqida ham to'liqroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hozir siz aytgan gapingizga ham nima deydi, ma'lumot o'rnida bo'lib qoladi. Ya'ni Garant savdo markazlaridan bugun kelib 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilsa, bugunda o'zida kunlik aksiyamiz ishtirokchisiga aylanishadi va kunlik aksiyamizda 5 kun davomida ishtirok sifatida qatnashadi. Va kunlik aksiyamizda har kuni o'ynaladigan sayohat yo'llamamiz ikkita davlatga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Demak, biroz tushuntirib qo'ymoqchiman. 5 kun mobaynida bu aksiya davom etadi. Shunaqa. Kunlik aksiyamizda ishtirok sifatida qatnashadi. 5 kun davomida. 5 kun davomida. Va ikkita davlatdan biriga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi 5 kun davomida g'olib bo'la olmasa-chi degan savol bo'lishi mumkin. Ularda sayohat yo'llanmasini yutib olish imkoniyati yanada ko'payadi. Ya'ni ularda ro'yxati yillik aksiyamizga o'tadi va yillik aksiyamizda 12 oy, ya'ni 1 yil davomida ishtirok sifatida qatnashish imkoniyatiga ega. Va biz har kuni jonli efirda yillik aksiyamizda bitta davlatga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlab olamiz. Mashalloh, naqadar Bu degani Garant savdo markazlariga tashrif buyuradi, mahsulot xarid qiladi va 1 yil davomida ishtirokchi sifatida ro'yxati bizda turadi va qatnashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Zo'r lekin. Aziz mijozlar va bizni kuzatayotgan obunachilarimiz, sizlarda ham shunday bepulga sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lish bor sizda va sizning sayohat qilish orzularingiz ham amalga oshish mumkin. Buning uchun Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qiling va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashib, siz ham sayohat yo'llamasini qo'lga kiriting va bizda ikkinchi o'ynalgan davlatimiz bu Umraga ziyorat yo'llanmasi g'olibini aniqlab olamiz. Mashalloh. Eng hayajonli va barchaga yoqadigan holat. Hozir bilasizmi, sayohat aksiyamiz ishtirokchisiga aylangan mijozlarimiz bo'lsa, bizni jonli efirda kuzatayotgan bo'lsa, duo qilishyapti. Men chiqaman deb turishdi. Ilohim ular chiqsin. Va men yana mishkani sizga topshiraman va Umraga ziyorat yo'llanmasi g'olibini aniqlab berasiz. Undan so'ng esa chiroyli suhbatimiz bilan efirda davom ettiramiz. Endi xafa bo'lish yo'q. Hamma narsa avvalambor azizlarim niyatga bog'liq. Mana agar mabodo kimgadir omad kulib boqmasa, lekin yil davomida yana hali bunaqa o'yinlarimiz juda ham ko'p. Albatta keyingi g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Shundoq ekan, ilohim yo Robbim, ana shu chin yurakdan joy namozi ustida o'tirib, duo qilib, qo'llarini ochib, yo Robbim, uyingga chaqir degan bandangga mana shu hozirgi Bismillahirrohmanirrohim bandasiga nasib qilsin. Ishtirokchilardan xarid tugmasiga olib kelib beraman mishkani. Aha.
3 2 2 1 Bir. Bismillah. Omad tilaymiz. G'olibimiz kim bo'ladi? Qaysi viloyatdan bilib olamiz? O'zimizga ham hayajonli. G'olibimiz aniq. Bu esa Samarqand viloyati Ishtixon filialimizdan Zakayeva Florida opamiz bo'ldilar. Tabriklaymiz. Mashallah. Muborak bo'lsin Florida opa. Sizga Florida. umraga ziyorat yo'llanmasi. Aynan Florida opamiz Ishtixon filialimizdan 28-may kuni mahsulot xarid qilishga Yana muvaffaq. 28 kuni. Omadli sana bo'lgan ekan-a? Ha, omadli sana bo'lgan ekanlar. Qarang. Ular ham kunlik aksiyamiz bo'yicha umraga ziyorat yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Bugungi kunimiz bo'yicha eng omadli g'oliblarimizdan biri. Mashallah, juda xursandman. Demak, o'tgan haftada sanoqli kunlar avval mana shu savdo markazidan o'zlariga kerakli buyumlarni xarid qilib va bir hafta o'tar o'tmay bugun bo'lsa umra safariga mashallah chiptani, ya'ni Sayohat yo'llanmasini. sayohat yo'llanmasini inshaalloh topshirishadi. Va men ularga jonli efirda qo'ng'iroq qilmoqdaman. Raqamlarini terib tayyorlab oldim. Agar ular qo'ng'irog'imizga javob bersalar, hozir xursandchilik xabarini ularga aytamiz. Bu xursandchilik aytish boshqacha bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Va qo'ng'iroq bo'lmoqda. Florida opamiz, Samarqand. Samarqand Ishtixon. Ular Ishtixon tumanidagi birinchi oilaviy poliklinikada xodim bo'lishar ekan. Assalomu alaykum. Assalom. Zakiyeva Florida opamiz nomerlarimi? Ha, xuddi shunday. Florida opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Garant savdo markazi jonli efirdan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Aha. 28-may kuni Ishtixon filialimizdan mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylangansiz. Aha. Xabaringiz bor sayohat aksiyalarimiz bo'yicha. Ha, bor. Florida opa, hozirda jonli efirdasiz va bizning jonli efirda mehmon aktrisamiz bor. Barchamizni sevimli aktrisamiz. Hozir ular gapirishi bilan u insonni tanib olasiz. Men bunga ishonaman. O'zbekiston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan aktrisamiz Ra'no Zokirova bilan birgalikdaman. Ye. Va Rostami? ha, ismingizni eshitib bilan hayajonlanishni boshladi. Hali sizni hayajonlantiradigan xabarlarimiz bor. Ha. Sayohat qilishga tayyormisiz? Tayyormiz. Mana men Ra'no opaga telefonni beraman. Ular sizdan qayerga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritganingizni aytishadi. Marhamat. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Faridaxon. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Xonadoningiz tinchmi? O'tgan ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, katta gap sizga ham. Siz bilan hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali, ya'ni telefon orqali bog'lanib turibmiz. Savollarimga javob berasiz. Yoshingiz nechida, Faridaxon? 42. Mashallah, mashallah. Nima maqsad? Endi mana shu hayotda shu yoshingizgacha qayoqqadir oila a'zolaringiz bilanmi yoki balki ish yuzasidan sayohatlarga chiqqanmisiz? Ha, chiqaman, ha. Chiqqansiz. Qayerga? Qayerlarda masalan bo'lgansiz? Turkiyaga borib keldik. Turkiyaga sayohatga bordi. Yana Bo'ldi. bo'ldi. O'zim o'rgilay. Turkiyani ko'rgan ekansiz. Lekin Robbim inshaalloh o'zlarini baytlariga chaqiryaptilar. Ya'ni umra safariga sayohat yo'llanmasini sizga inshaalloh topshirishadi. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. O'zim ham Rahmat. boshqacha Rostami? Voy, xursandchiligingizga men o'zim hayajonlanib ketyapman. Mashallah, buni Allohim xohladilar. Demak, qalbi go'zal, pok ayolsiz. Inshaalloh Allohimning baytiga borganingizda aynan mana shu Garant savdo markazini xodimlariga, shaxsan Kamina Ra'no Zokirovani ham haqqiga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Albatta. Birinchi o'rinda sizlarga. Albatta, katta rahmat voy Rasulullohning. Qarang. ishonmayapti. Ha, chunki bu yerda hozir endi qaniydi hozir siz bemalol uyda yana kimnidir telefoni bor bo'lsa, jonli efirimizni kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Balki turmush o'rtog'ingizmi yo farzandlaringizmi. Nimaga ulashingizni hozir mana xodimimiz tushuntirib beradilar. Florida opa, Ha. muhimi sizga umraga ziyorat yo'llanmasi muborak bo'lsin. Amin. Hozirda sizni
butun O'zbekiston havas bilan, niyat bilan eshitmoqda. Voy, rahmat kattakon. Ko'zimdan yoshlarim chiqib ketyapti. Chidayolmayapman, lekin rostdan ko'z yoshlarimni to'xtatolmayapman. Xursandmisiz? Juda. O'zi orzuyim edi. Ha, nima mahsulot xarid qilgandingiz o'zi? O'zi Anshaga boraman deb niyat qilib eshigingizdan kirib borgandim shu magazinga. Ha, umraga yutib olaman deb niyat qilgan ekan. Mahsulot xarid qilayotganda niyat qilgansiz, ya'ni men umraga ziyorat yo'llamasini yutib olaman deb ishongansiz. Ha, shunday. Yaxshi niyatlar va qilingan Nima xarid qilgan edingiz do'kondan, Floridaxon? Konditsioner. Konditsioner xarid qilib, aksi ishtirokchiga aylanishgan. Bitta konditsionerni olib ketgansiz, to'g'rimi? Ha. Aksi ishtirokchi. Umraga boraman deb konditsioner oldim. Mashallah, qarang, mukofot bu Allohimni. Demak, sizga mana shu yozilgan kuni hozirgi soniyada sizga e'lon qilindi va inshaalloh tez orada Allohim uyiga boring inshaalloh. Hozirda siz bizni Garant savdo markazi Instagrami va Ra'no Zokirovaning Instagram kanallari orqali ko'rib olish imkoniyatiga egasiz. Rahmat. Yana bir bor sizga ziyorat yo'llanmasi muborak bo'lsin. Xodimlarimiz aloqaga chiqishadi va to'liqroq ma'lumot berishadi. Rahmat kattakon rahmat. Xo'p. Sog' bo'lingizlar, dunyo turguncha turingizlar. Rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib yuringizlar hammalaringiz. Rahmat Oilaviy kattakon. baxt, hammaga tinchlik, totuvlik tilayman. Floridaxon, inshaalloh Allohim baytiga borganingizda mehmonxonadanmi shunda bitta video qilib tashab qo'ysangiz, meni lichkamga, men bularga ham tashab qo'yaman. Qalbimiz quvonadi, xursand bo'lamiz. Rahmat, nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' Sog' bo'linglar, rahmat. Va men sizdan so'ray. Qalay bo'lyapti? Ya'ni bizning jonli efirimiz sizga yoqyaptimi? Juda yoqyapti. Rostini aytsam, taxminan bir necha oy avval jonli radioga, teleradioga borib suhbat o'tkazgandik. U yerda endi muloqot, telefon qo'ng'iroqlar, savol, javob, u yerdagi jonli suhbat boshqacha. Juda ham o'ziga yarasha shirin, ta'sirli, lekin mana bu yerda ilk bor meni kuzatuvchilarim biladi, men hayotda hech qachon prямой efir qilmagan ijodkorman. Balki aynan mana bugun qarang, ilk bor shu narsaga qo'l urib kamina va aziz insonlarga omad kulib boqqanligidan va biz siz bilan birgalikda bularga e'lon qilib aytayotganligimdan bog'oyatda xursandman. Bu bo'lsa ham aynan Garant savdo markaziga o'zimni minnatdorchiligimga to'qizaman. Eslatib o'tamiz, bizni tomosha qilib hali aksiyamiz ishtirokchisiga aylanmagan mijozlar bo'lsa, ertaga ham biz sizlarga shunday xursandchilik xabar bilan qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egamiz. Buning uchun Garant savdo markaziga tashrif buyurib, 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylansangiz, siz ham Garant savdo markazi sayohat aksiyasida sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritasiz. Biz bunga ishonamiz. Va bizda bitta sayohat yo'llanmasi qoldi. Bu esa Turkiyaga sayohat yo'llanmasi. Bu yillik aksiyamiz bo'yicha g'oliblardan aniqlab olamiz. Undan oldin esa Ra'no opaga efir boshida aytib o'tganimizdek, kutilgan savollarimiz bor. Bularni beramiz. Muxlislaringiz nomidan bo'lishi mumkin. Aynan Ra'no Zokirova. Yoshligingizga qaytamiz, opa. Aynan nima sababdan san'at yo'lini tanlagan? O'qituvchilik bas, shifokor bas, aynan aktrisalikka kirib kelishingiz va bundagi qiyinchiliklar va hozirda Ra'no Zokirova darajasida men ham shunaqa aktrisa bo'laman degan sizni kuzatib turgan muxlislaringiz va sizga havas qilgan yosh ijodkorlarga beradigan maslahatlaringiz. Yoshlik damlarimga qaytish naqadar maroqli, naqadar shirin, lekin hayot aytishadi, umr o'tmoqdadir daryo misoli. Ko'zingizni ochib yumguncha alhamdulillah bir go'zal nafron yoshki bandasi yetib bor ekan. Kimdir yetganlari bor bu yoshga, afsuski yetmaganlar bor. Shuning uchun har bir soniyaga shukronalik qilaman. Endi meni muxlislarim ko'p intervyularim orqali eshitishgan, gapirganman. Umuman san'atga ilk bor 10 yoshda O'zbek xoreografiya bilim yurtiga
klassik bo'limiga kirganman. Ya'ni men balerina bo'lishim kerak. Ha. Tugatganman ham baletni. Ha. Endi hozir u balerinani qaddi qomatidan hech vaqo qolmadi. Yo, Va unaqa shu emas. dargohi bitirib, u davrda nomi boshqacha edi, Shodlik ansambli deb nomlanardi. Ashula va raqs ansamblida adashmasam 7 yil mobaynida u yerda faol ishimni yurgizdim. Mana shu parallel ravishda 14 yoshimda koreografiya bilim yurtida o'qib yurgan paytlarimda ustozim Ali Hamrayev ilk bor meni o'sha katta film Vodilli kelin filmlarga taklif qilganlar. Undan oldin qisqa metrajli diplom ishi bo'ladi. Olim Ergashev, ya'ni Ali Hamrayev ustozlik qiladi. Va shu bilan kino olamiga 14 yasharli qizaloq kirib boraman va men aytamanki, har gal bu yerda qandaydir iste'dod yo'q. Bu yerda omad kulib boqqan. Allohim shu qizaloqqa bandasiga omad bergan. Oilamizda san'atkorlar bo'lmagan. Garchi dadamning ismlari ham Botir Zokirov. Dadam rahmatli medik xodimi bo'lgan. Onam savdo xodimi. San'atkorlar yo'q, faqat akam rahmatli. Hammasi rahmatli bo'lib ketishga Alloh rahmatiga olsin. Oldin g'urur bilan aytardim. Shundoq ekan, hayotligida ota-onalar hayotmi? Yaqinlaringlar, jigar, go'shalar yaqinmi? Hayotmi? Qadriga yetinglar azizlarim. Va demoqchimanki, shu yerda omad kulib boqdi. Filmga kirib bordim. 15 yoshimda tojik filmga taklif qilishdi. U yerda birin-ketin filmlarda, turli filmlarda ishtirok etdim. Ustoz san'atkorlar bilan ishladim. Bular Zaynab Sadriyeva, Armon filmi. Mani ustozim Gulbahor Yo'ldosheva. Teatr olamida Afzal Rafiqov, Dilbar Ismoilova, rahmatli Hoshim Arslanov, Alloh shifo bersin, Jumadilla Rametov partnyorim va G'ani Ag'zamov Turkman filmida Turkmanistonga ham borganman. Qanaqa baxtli aktrisaman. Ochig'ida hozir bunaqa ijodi menga kelmayapti, lekin o'sha damlarda, o'sha davrlarda Shuhrat Ergashev, Dilorom Kambarova, Obid Yunusov, Zaynab Sadriyeva, bular yuzlab Oybarchin Bakirova, Rim Ahmedova, ustoz san'atkorlar, alhamdulillah, bular bilan birgalikda ijod qilganman. Bular bilan birgalikda kamera oldida turganman, o'tirardim, kuzatardim. Oldin bitta yo ikkita sahna olinardi. Hozir kuniga 24 ta yoki undan ham ko'p oladi. Nima ijro etayotganingni o'zing bilmaysan. So'z yodlanish bo'tda bo'lsin, tekstni beringlar desa, "Opa, sizga o'qib turamiz, qaytarib turasiz" deydi. Shuning uchun deyman, dahshat. Endi u davrlarni ko'rgan ijodkorman-da, shukr qilaman ustozlardan saboq olganligimga, ulardan juda ko'p narsani, bilmagan narsalarimni o'rganganligimga shukr qilaman. Va hozirgi yoshlarga aytaman, haqiqatan ham artist so'zi bor va artist. Agar siz hayotda haqqoniy ustozlarni yo'lini oladigan durdona san'atkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, demak sizni oldingizda turgan mashaqqatlarga tayyor bo'lishingiz kerak. Ayniqsa qiz bola, ayol kishiga juda ham qiyin. Bu syomka jarayonlar, ertalab ketib, kechqurun keladigan damlar, ko'p paytda sahar ertalab 5-6 da kun yorishib, bomdod namozi o'qib bo'lingandan keyin uyga kirib kelgan damlarim bo'lgan. Buning uchun albatta turmush o'rtog'ingiz sizni tushunib, ardoqlab, sizni qo'llab-quvvatlab turadigan turmush o'rtog'ingiz bo'lishi kerak. Tushunmagan inson bo'lsa, u juda ham qiyin. Biz ham oddiy bandamiz. Biz ham zimmamizda ayollarning zimmasiga nima tushgan bo'lsa, hammasini bajaramiz. Ish yo'liga, o'z yo'liga, lekin oila bu muqaddas va uni men har doim himoyada, ardog'ida harakat qilaman o'zimning vazifalarimni bajarishga. Va kimdir aynan mana shu kasbni tanlamoqchi bo'lsa, albatta bu narsaga tayyor bo'lish kerak. Juda ham matonatli, juda ham kuchli va har gal aytaman, baribir Allohim yuqtirish kerak. To'g'ri. Agar sizda bu narsa bo'lmasa, qiyin. To'g'ri, 99% mehnat, keyin bitta iste'dod, lekin bari yo'dan berilmagan bo'lsa qiyin bo'ladi. Va bir narsaga amin bo'lish mumkin, o'zbek va misol qo'shni Markaziy Osiyo
kino va teatr aktyorlari afsonaviy aktyor desak ham bo'laveradi va barcha inson hozirgi kundagi o'sha kino va teatrlarga maktab yaratib ketgan insonlar bilan ijod qilgan insonsiz Alhamdulillah. va bu barcha ijodkorlarda orzusidagi va orzu qilgan bir mehnat deyiladimi yoki hayot deyiladimi, biz bundan juda ham xursandmiz va Ra'no Zokirovani biz kinolarini juda ham sevib tomosha qilganmiz. Efir oldidan ham aytganmiz, Vodiylik kelin, undan so'ng yana ko'p seriallarda tushgansiz va yaqin oradagi xalqqa taqdim qilingan kinolardan biri Novda. Novda kinosini eslab o'tmasak bo'lmaydi. Shu qatorda bir savol bermoqchiman. Aynan Ra'no Zokirovaga shu ijod davomida qaysi obrazdan chiqib ketish juda ham qiyin bo'lgan? Novda filmiga Zulfiqor bilan avvallari boshqa filmlarda ham ishlaganman. Bu yerda aynan kino sinovlari bo'lgan. Zulfiqor bilan ishlash juda maroqli va o'ziga yarasha juda ham bu inson talabchan. Bitta dubl hech qaysi ustod san'atkorlar bilan qilmaydi. Kamida 7-8 ta dubl o'rta miyonda bo'ladigan rejissyorlardan biri va men juda ardoqliman va bu rejissyor juda ham tabiiylikni yaxshi ko'radi. Hayotiy syomka jarayoniga umuman bepardoz, ijro etayotgan narsalaringiz juda ham jonli. Ani biz endi ko'proq chiroyli qilib ijro etishga harakat qilamiz. Yo'q. Bu yerda o'sha qishloqni ayolini ijro etyapsan, demaksan o'shanaqa bo'lishing shart. Garchi sen shahardan kirib kelgan bo'lsang ham syomka jarayoniga. Va u film men uchun juda ham aziz, ya'ni shundoq ustozlar bilan jamoa, bitta oila bo'lib ishlaganmiz. Ularni xalqimiz biladi, sevadi. Ba'zi birlari Alloh rahmatiga olsin, Husan Sharipova, qolganlariga umrlari uzoq bo'lsin va undan keyingi olingan pandemiya davrida boshlangan serialimiz taxminan 2,5 yil mobaynida olingan 160 qismli serial Malak. Malakdagi qahramoni Mastura. Salbiy qahramon. Uni boshida bilasizmi juda qiynaldim topib olish uchun, chunki salbiy qahramonni azizdan ko'paytirib yuborsangiz, bachkanaroq o'xshatmabdi, ko'paytirib yuboribdi degan gap bo'ladi, ayniqsa ijodkorlar ichida. Shuning uchun uni o'rtasini, arqonini, ya'ni bizning tilimizda ipini ushlab olish, boshida 4-5 kun syomka jarayonidan keyin ozda asta-sekinlik bilan Masturaga yaqinlashdi. Rivojlanib boradi o'sha obraz. Endi 2 yildan keyin har gal syomka jarayonida bo'lganingizdan keyin u Mastura sizni qalbingizga, taningizga kirib oladi. Garchi u salbiy qahramon bo'lsa ham, goh payti uyda ham, turmush o'rtog'imga ham, farzandlarimga ham qarashlarim, astag'firulloh, astag'firulloh deyman. Shunga o'xshagan narsa. Undan keyin alhamdulillah ijobiy rollarim bo'ldi. Uning ichida ko'p qismli serial O'gay ona, juda ham namunali. Bizda O'gay ona deganda endi azob yetkazadigan bir salbiy yomon ona timsolda ko'riladi. Yo'q, bizda aksi. Feruza Narmatova bilan unda ijodda edilar. Va birgalikda Dilniyoz bilan mana o'shandan keyin meni bolajonim bo'lib qolgan. Dilniyozni juda yaxshi ko'raman, o'g'limdek qabul qilganman va bir chiroyli jamoa rejissyorimiz Xurshid Hasanov boshchiligida va bu rejissyor bilan birin-ketin yana ijod qildik. Ya'ni Malakdan boshlandi, ketidan O'gay ona, birinchi O'gay ona, keyin Malak, keyin o'tgan yili Shabnam seriali. Nobodi kimdir ko'rmagan bo'lsa, uni mana hozir ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol boshidan ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Albatta. Va biz savollarimizga va muxlislar tomonidan va barcha Garant savdo markazining aksiya ishtirokchilari qiziqqan savollarga javobdan oldik. Ra'no opa bundan juda ham minnatdormiz va ozgina bo'lsa ham kayfiyatimizni ko'tarib oldik va endi siz bilan birga aytamiz, yillik aksiyamiz bo'yicha Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlaymiz va suhbatimizda davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, hali oldinda shunchaki jonli efirda tomosha qilgan Ra'no Zokirovaning muxlislari uchun smartfonimiz ham bor. Buni ham g'olibini aniqlab olamiz. Efirimiz yakunida, shuning uchun aktiv bo'lib turinglar. Ra'no opa, marhamat. Sizga men mishkani topshiraman, ya'ni ishtirokchilarni aniqlash tugmasini bosish uchun va Turkiyaga sayohat yo'llanmasi g'olibini aniqlaymiz. Avvalambor bilasizmi, undan avvalgi ishtirokni aynan mana shu tugmaga bosish nihoyatda hayajonli edi. Mana endi tanamdagi harorat o'ziga tushdi-da. Bir 39 harorat ko'tarilib ketdi tanamda. Ya'ni
o'sha ayolimiz samarqandlik Floridaxonga nasib qilgan ekan. Mashalloh, men juda xursand bo'ldim. Ilohim bu galdagi odamga ham ilohim nasib qilsin. Avvalambor ilohim aynan samolyotga o'tirmagan odamga nasib qilsa men xursand bo'lardim. Demak, bismillahir-rohmanir-rohim. Turkiyaga sayohat. G'olibini aniqlab olamiz. Bismillah. Ishtirokchilarni aniqlash tugmasi bosildi va randomizer dasturimiz bizga tasodifiy g'olib aniqlab beradi. Turkiyaga kim sayohat qiladi bilamiz. G'olibimiz aniq. Bu esa Navoiy viloyati Navoiy filialimizdan Babaqulova Ra'noxon opamiz. Adashiz. G'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Qarang, bugun faqat ayollarga ayollarga demak, tasodifiy. sizlarni do'koningizga vaholanki ko'proq yana ayollar borsa kerakdir. Sababini ham eslatib o'taman. Bilasiz, ayollar hamisha har bir narsaga o'ta e'tiborli bo'ladi va har doim eng yaxshisini va eng sifatlisini xohlaydi. Xo'jayini pul beradi. Dadajonisi, iltimos, bugun men borib deylik mebel xarid qilmoqchiman. Qayerga borasan? O'sha Garan savdo markaziga-da. Voy, chegirmalar e'lon qilinibdi. Bo'pti, men faqat yaxshirog'ini olgan. Savdolashgin deb qo'yadi erkak kishi-da. Ayol kishi u duo qilib xursand bo'lib yig'irib boradi, hamma pulini sarfib keladi. Shu bilan birga aytib, Garan savdo markazida ayollar tilla buyumlari ham bor bizda. Ayollar tilla buyumlarini ham xarid qilish imkoniyatiga egalar. Qaysi viloyatdan, Ra'noxon? Navoiy viloyatidan. Ular bizdan 22-may 2026-yilda mahsulot xarid qilib, aksiyamiz ishtirokchisiga aylanishgan va bugun yillik aksiyamiz bo'yicha Turkiyaga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritdilar. Va jonli efirda qo'ng'iroq qilamiz ularga ham. Mashalloh. Men raqamlarini terib olaman. Judayam go'zal ehson narsaga qo'l urgan ekansizlar. Ham odamlar kelib sizlardan o'sha o'ziga kerakli bisot, texnikami, mebellarni xarid qilishadi va buni ketidan yana mana shunaqa sayohatga yo'llanma. Dahshat zo'r. Assalomu alaykum. Qo'ng'iroq javobimiz bor. Assalomu alaykum. Ra'noxon opa, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Eshitaman. Kim bu? Garan savdo markazi jonli efirdan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Aha. Hozirgi daqiqalarda jonli efirda va sizning ovozingizni butun O'zbekiston havas bilan eshitmoqda. 22-may kuni Navoiy filialimizdan mahsulot xarid qilgansiz. Albatta. Va sayohat aksiyamiz ishtirokchisiga aylangansiz. Rahmat. Xabaringiz bor, sayohat aksiyalarimiz bo'yicha xodimlarimiz aytishgan-a? Bor, xabarim bor. Ra'noxon opa, hozir siz bitta davlatga sayohat yo'llamasini qo'lga kiritdingiz. Mutlaq bepul va meni yonimda jonli efirda O'zbekiston va Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan aktrisamiz, barchamizni sevimli aktrisamiz Ra'no Zokirova bilan birgalikdaman. Очень приятно, rahmat. Men telefonda Ra'no opaga beraman. Ular sizni qaysi davlatga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritganingizni aytishadi. Xo'p. Marhamat Ra'no opa, odashingiz. Assalomu alaykum adash. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tgan ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarni tabriklayman. Salomat bo'ling, rahmat. Endi birin-ketin sizga savollar beraman. Omad aynan sizga bugun nasib qildi. Samolyotlarga o'tirib bir qaqqadur sayohatga chiqqanmidingiz? Yo'q, hali. Samolyotda uchmagansiz. Yo'q. Mashalloh, qarang. Demak, aynan mana shu Garan savdo markazidan sizga shunaqa omad kulib boqdiki va siz nasib qilsa tez kunda Turkiyaga sayohat yo'llanmasini yutib oldingiz. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Ya'ni tabiiy hol orzu qilgan bo'lsangiz kerakdir. Ayniqsa biz o'zbek xalqimiz turkiy seriallarini juda ham yaxshi ko'radi. U yoqdagi chiroyli manzaralar, tabiati, shaharlari, masjidlari, muzeylari va hokazo. Tabiiy hol qisman tanishib chiqqansiz va nasib qilsa tez kunda aynan mana shu Turkiyaga siz sayohat yo'llanmasini yutib oldingiz. Katta rahmat. Omadingiz bor ekan, tabriklayman, bardavom bo'lsin. Ilohim Xudo xolasa o'sha yerga borganingizda albatta meni lichkamga o'sha yerda sayohat qilib yurgan holatlaringizni menga jo'natib yuborasiz.
Xo'p, rahmat. Ra'no opa, xursandmisiz? Albatta xursandman. O'zi nima mahsulot xarid qilgandingiz? Alo, eshitmayapti? O'zi nima mahsulot xarid Alo. qilgandingiz? Alo. Ra'no opa, aloqadamisiz? Ularda menimcha aloqa yaxshi emas shekilli. Chunki bizda aloqa yaxshi. Siz chaqirayotgan abonent hozir. Xo'p, yana bir marta urinib ko'ramiz. Muhimi, ularga xursandchilik xabarini yetkazib qo'ydik. Ularda Siz chaqirayotgan abonent hozir. Xo'p bo'ladi. Ular bizga balki aniqlashtirib qandaydir holat bo'lgandir. Mayli, ularni tabriklab qolamiz. Muhimi, Ra'noxon opamizga Turkiyaga sayohat yo'llamasi muborak bo'lsin. Tabriklab qolamiz. Aynan ular Garant savdo markazi bilan birgalikda Turkiyaga sayohat qilishadi. Garant savdo markazi 2800 ta sayohat aksiyasi bo'yicha va biz Ra'no opa bugungi jonli efirimiz bo'yicha 3 ta davlatga sayohat g'oliblarini aniqlab oldik. Barchasini yana bir bor tabriklab qolamiz. Faqat ayollarga bugun Nasib qildi. omad kulib boqdi. Erkaklar xafa bo'lmanglar, albatta keyingi safar sizlar g'olib bo'lasizlar. Eslatib o'taman, siz ham shunday bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mdan yuqori mahsulot xarid qilasiz va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashasiz. Eslatib o'tay, biz har kuni jonli efir qilamiz va har kuni 3 ta davlatga sayohat g'oliblarini aniqlab boramiz. Aynan shoshiling, aksiya ishtirokchisiga aylanmagan bo'lsangiz, ertaga Garant savdo markaziga borib, mahsulot xarid qilib, aksiya ishtirokchisiga aylanib, yangi oyda siz 6 davlatdan biriga borib mazza qilib, sayohat qilib keling. Va bizda bitta sovg'amiz qolgan, bu ham bo'lsa smartfon. Ularni g'olibini aniqlaymiz, opa. Albatta. ichidan. Menga mo'ltillab qarab turibdi. Kim meni oladi? Kim oladi? Yaxshiginani deb. Yoki Ra'no opa o'zingiz bilan ketavergan. Yo, aynan mana shu sizlardan xarid qilgan odamga omad kulib boqsin. Balki ularda kichkina Nokia'mi, bir anaqa bo'ladi, eskirib qolgan yoki sabablarga ko'ra buzilgan odamga mana shu narsa agar inshaalloh nasib qilsa Opa, bu bizda mahsulot xarid qilgan mijozlarimizga emas. Bu shunchaki jonli efirda tomosha qilib turgan sizning muxlislaringiz uchun. Ha, muxlislarim uchun. Bu sizni shunchaki bizni jonli efirda tomosha qilib, g'oliblarni qo'llab-quvvatlab turgan ishtirokchilar va bizni o'sha kuzatib turganlar uchun bo'ladi. Bu yerda biz jonli efirda tomosha qilib turgan barchani hozir bu smartfonda qo'lga kiritish imkoniyatiga ega. Buni shartlari bor. Men smartfonni shu yerga qo'yib qo'yaman. Menga 7 dan 10 gacha bo'lgan bitta raqam tanlab bering. 7, 8, 9, 10. Bitta raqam tanlab berasiz. 7 o'zi. 7 raqami. Xo'p, endi shartni eshitib borasizlar. Biz sizlarga bitta telefon raqami aytamiz. Bizga 7-chi bo'lib telefon qilib bog'lana olgan ishtirokchi shu smartfonda g'olib bo'lishadi. Tushundim. Demak, sizlar tayyor bo'lsalaring, men telefon raqamini aytishga tayyorman va siz jonli efirda Ra'no Zokirova bilan ham jonli muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, telefon raqamimiz 90lik 273 32 41. Qaytaraman, 90lik 273 32 41. 90lik 273 32 41 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va shu smartfonni g'olibiga aylanasiz. 7-raqam ishtirokchiga beramiz. Men esa mana o'zi qo'ng'iroqimiz boshlangan, Ra'no opa. Qo'ng'iroqimiz boshlanibdi va g'oliblarni aniqlashda davom etamiz. Bizda birinchi qo'ng'iroqimiz, marhamat. Ra'no opa. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Qayerdan sizlarni Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdan bizga hozir sim qoqyapsiz? Ramazon hayit bayramlaringiz bilan o'tgan. Rahmat, o'zim o'rgilay, sizga ham. Ilohim xayrli bo'lsin. Hurmat qilamiz oilamiz bilan. Rahmat. Xorazmdan. Voy, mashalloh, o'zim o'rgilay. Urganch Xivadan. Urganchdan. Voy, borsam tuxum baraklar bilan siylaysiz bo'lmasam. Albatta keling. Telefon qiling shu nomerga. Bo'ldi, o'zim o'rgilay. Ilohim sizga eng go'zal ezgu tilaklarimni yo'llayman. Xonadoningizda faqatgina xursandchilik bo'lsin va albatta Garant savdo markazidan inshaalloh shu kunlarda borib o'ziga kerakli texnikami, mebellarni xarid qiling va keyingi aynan deylik chiptani sayohatga yo'llanmani sizga nasib qilsin, omad kulib boqsin. Rahmat katta.
Omon bo'ling, sog' bo'ling. Siz bizga hozir birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilishdi. muxlisimiz, birinchi qo'ng'iroq bo'lyapti. 7-chi bo'lishadi. Inshaalloh endi 7-chi qo'ng'iroq qilgan mijozimizga, muxlislarimga aynan mana shu smartfon telefoni hadya qilinadi, ya'ni sovg'a beriladi. Rahmat. Salomat bo'ling. Uydagilarga salomlarimni albatta yetkazing. Xo'p, sog' bo'ling va biz davom etamiz. Bizda ikkinchi qo'ng'irog'imizga javob beramiz. Ikkinchi qo'ng'irog'imiz ham bor. Bu esa hozir bilib olamiz. Ra'no opa, marhamat. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Buxoro viloyati G'uzg'on tumanidan. Salomatmisiz? O'tgan ayyomlar muborak bo'lsin. Xonadoningiz tinchmi? Ismingiz? Hayot. Hayotbek. Omon bo'ling. Hayotingiz go'zal bo'lsin. Garant savdo markaziga kirib, bu narsalarni xarid qilganmidingiz? Yo'q, hali endi Maslahat beraman. Haqqoniy, men hozir o'zim ijodkor sifatida mana shu dasturda qatnashyapman va haqqoniy yutuqlar bo'lyapti. Albatta mana shu 3,5 millionga olingan deylik, xarid qilgan texnika bo'ladimi, mebel bo'ladimi va o'sha yerda siz ya'ni yaxshi niyat ila, meni tilimda lotereya degan narsa olasiz. Jackpot va keyingi deylik inshaalloh mana shunaqa meni o'rindig'imda boshqa ijodkor o'tiradi, balki sizga omad kulib boqadi, balki Dubay, balki Turkiya, balki umra safariga. inshaalloh. Rahmat, biz bilan bog'langan ekansiz. Butun yurtdoshlarimga salomlarimni yo'llayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, omon bo'ling, bolalaringizga, farzandlaringizga bosh bo'ling. Siz bizga hozir ikkinchi qo'ng'iroq qilgan muxlisimiz bo'lasiz. 7-chisiga aynan mana shu smartfon telefonini biz sovg'a qilamiz. Omon bo'ling. Rahmat. Salomatlikka rahmat. Va ikkinchi qo'ng'iroqni ham qabul qildik. Endi biz 3-chi ishtirokchiga bog'lanamiz. Marhamat. Alo. Alo. Ulanmadi. Alo, aloqadamisiz? Jonli efirdasiz. Mayli 3-chi ishtirokchini qayta aniqlaymiz. Sababi bizning efirimiz shartimiz ishtirokchilar biz bilan bog'lanib gaplashish kerak. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ra'no opa, yaxshimisiz? Alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisiz? Qaysi viloyatdansiz? Qoraqalpoqdan. Voy, mashallah. O'sha yerdan bizani kuzatib o'tiribsiz. Ha, Mashallah. Yaxshimisiz? Xonadoningiz tinchmi? Rahmat. Men juda xursandman. Biz hozir mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib o'tirganingizga, umuman olganda Garant savdo markaziga kirib narsa olganmisiz? Ismingiz? Ha, oldim. Begovoy daroshka oldim. Uy, Novda filmidagi o'xshab meni xo'jayinim Begovoy daroshka oladi. Siz ham uyda mazza qilib shug'ullanyapsizmi? Ismingiz? Ha, shunday. Ismingiz? Uzr. Dilafruz. O'zim o'rgilay. Bolalaringizga bosh bo'ling. Qarang, siz hozir bizga 3-chi muxlisimiz bo'lib qo'ng'iroq qilyapsiz. Ajab emas, agar 7-chisiga yana siz tushib qolsangiz, demak mana shu smartfon telefoni sizga nasib qiladi. Omon bo'ling. Hammaga meni nomimdan salomlarimni yetkazing. Telefonlar ham muhimroq, siz bilan gaplashishga musharraf bo'ldim. Ha, mashallah, rahmat. Rahmat. Eng go'zal ezgu tilaklarimni sizga yo'llayman. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Va biz 4-chi qo'ng'iroqqa javob beramiz. Telefonlar juda ko'p, tusha olmay turganlar bo'lsa, yana harakat qilinglar, sababi juda ko'pchilik inson bog'lanishga harakat qiladi, Ra'no opa. Alo. Alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Zilala Angrendan. Nechinchi bo'lib tushdim? Voy, o'zim o'rgilay 4-chi bo'lib tushdingiz. Zilolaxon, sizmisiz? Qayerdaman? Salomatmisiz? Qayerda o'qiymiz? Nechinchi bo'lib tushim kerak? Nima deysiz? Shoshilyapti ular, yutib olish uchun. Voy, o'zim o'rgilay 4-chisiz. 4. Ilohim omadingizni bersin. Ajab emas, hozir go'shakni qo'yasiz, yana urinib ko'rasiz. Agar 7-chisiga aynan sizga nasib qilgan bo'lsa, mana shu telefonni ola ketasiz, Zilolaxon. Omad yor bo'lsin. Keyingi muxlisimizga navbat beramiz. Va biz 5-chi ishtirokchini qo'ng'irog'ini qabul qilamiz. Angriyalik mijozimiz yosh ekan yoki rasa ham telefonni yutib olishga Eng kerak. Va alaykum assalom, bolajonim. Ismingiz? Ishga tushdingmi? Ha?
Yutuqli o'yinga tushdikmi? Ha, Ha, tushdiz. ha, 5-chi bo'lib. voy o'zim o'rgili 5-chi bo'lib tushdingiz. Ismingiz nima bolajonim? Abdulaziz. Abdulaziz. Ta'tilga eson-omon chiqib oldingizmi? Ha, rahmat. Nechinchi sinfni bitirdik? 8ni. Mashalloh. Ilohim 9, 10, 11larni ham a'lo baholarga bitiring. Xo'p, aqlli bola bo'ling. Endi bolajonim, o'zim o'rgili siz hozir 5-chi. 5-chi ishtirokchi bo'lasiz. 7-chisiga aynan mana shu telefon sovg'aga ketadi. Urinib ko'ring, balki yana sizga ikkita imkoniyat bor. Qaysi biriga nasib qilsa o'sha oladi. Xafa bo'lish yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' Harakat bo'ling qiling. bolajonim. Va 6-chi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 6-chi qo'ng'irog'imiz. Alo. Endi bolajonim. Alo, assalomu alaykum. Alo. Jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Xorazmlarmiz. Voy, mashalloh. Yaxshimisiz? Xonadoningiz tinchmi? Ismingiz? Zo'qimar. Zulxumorxon, omon bo'ling, sog' bo'ling. Sizga eng go'zal ezgu tilaklarimni yo'llayman. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Ayolli baxt tilab qolaman. Siz bizda hozir 6-chi muxlisimiz bo'lib qo'ng'iroq qildingiz. Omad yor bo'lsin, yana bitta qo'ng'iroq qoldi. Kimga nasib qiladi? Bilib olamiz. Sog' bo'ling, salomat Sog' bo'ling. bo'ling. Va bizda 3, 2, 1. va g'olib. Alo? Alo. Alo. Alo, assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Ismingiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz bolajonim? Alo. Alo, eshitilyaptimi gaplarim? Qaysi viloyatdansiz? Samarqanddan. Voy, mashalloh. Ismingiz? Bahrom ismim. Yoshingiz nechida, Bahrombek? 24 ta. Voy, o'zim o'rgilay. Mana shu smartfon telefonining g'olibi bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Muborak bo'lsin. Jonli efirda ko'rayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu telefon sizga nasib qildi. Chunki siz aynan 7-chi ishtirokchi bizga qo'ng'iroq qilgan. Omad yor bo'lsin. Mana shu telefondan faqat unumli foydalanishingizni talab qilaman. Bu yerda faqatgina yaxshi xabarlar, yaxshi yaqinlaringiz bilan uzoqni yaqin qiladigan mana shu telefon sizga uzoq yillar davomida nasib qilsin yaxshilikda ishlatishingizga. Omad yor bo'lsin bolajonim, tabriklayman. Rahmat. Ismingiz nima edi? Bahromjonmidi? Shunday. Bahromjon, siz uchun Garant savdo markazining qaysi filiali yaqin? Qulay. Ishtixon filiali. Ertaga borib Ishtixon filialidan shu smartfonni qabul qilib olish imkoniyatiga egasiz. Sizlarga omad. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Va biz bugungi kunlik bo'yicha barcha sovg'alarning g'olibini aniqladik. Bugungi smartfonimiz Aynan Samarqand Samarqand. viloyati Bahromjonga nasib qildi. Lekin meni nazarimda Bahromjon mendan xafa bo'lmang. Bunaqa xursand bo'lganingizni his qilmadim. Sizdan oldin qilgan yosh 8-sinf o'quvchisi qildi. Voy, shu bola qanday edi, men yutib bo'yjon. Balki oyisi adasi olib bermagandir-ku, balki uni singan, buvisidanmi, dadasidanmi qolgan telefonni ishlatayotgan bo'lsa, aynan shu bolam juda xoladi. Lekin bolajonim, niyatga bog'liq. Albatta qatnashing. Albatta har kuni jonli mana shu efirni kuzating. Keyingi omad sizga kulib nasib boqishi qiladi. mumkin. Balki bunday holatlar ham bo'lishi mumkin. Juda ko'p insonlarimiz bilamiz. Jonli efirga qo'ng'iroq qiladi yoki qo'liga mikrofon berganda o'zi mikrofon gapirmas oldin gapiraman deydi. Ha, endi unaqalar ham bor. Hayajonlanib qoladi. Boshqa Boshqa tarafi tarafdan hayajon olamiz. bosib ketadi. Ha, rahmat. Xo'p, dedilar. Bahromjon, o'zi o'rgilay. Yaxshilikka tuting. Haqqoniy bu sizniki. Omad Muborak yor bo'lsin. bo'lsin. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Va bizni kuzatayotgan aziz muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz, sizlarga ham bepul sayohat yo'llamasini taqdim qilish imkoniyatiga egamiz. Shunday smartfonlarni ham. Buning uchun Garant savdo markazlaridan 3,5 million so'mlik yuqori mahsulot xarid qilasiz va bizning sayohat aksiyamizda ishtirokchi sifatida qatnashib 1000 ta Turkiya, 400 ta Umra, 400 ta Dubay, 300 ta Vietnam, 300 ta Misr va 400 ta Gruziya davlatlariga mutlaq bepul sayohat yo'llamasini qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bugungi jonli efirimizda shaxsan g'oliblarni o'zlari aniqlab, telefonda o'zlari tabriklab va bugungi jonli efirimizga
judada yuqori fayz kiritgan Ra'no Zokirovaga ham o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Mana xafa bo'lish yo'q, lekin bu bo'lsa ham hammasi Allohning mana shu bitilgan bandasiga hadiya. Ilohim xayrli bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin va albatta azizlarim, alhamdulillah tinch yurtga mana shunaqasi garant savdo markazlar va hokazo hamma narsaga yarashadi. Shundoq ekan, biz bilan qoling. Bizni tanlovimizda bo'linglar. Shundoq ekan, men sizlarga niyat tilayman, uzoq umr tilayman. Xudodan bandam degan kalima nur tilayman. Erkakni cho'ntagiga qut baraka tilayman. Uydagi farzandiga to'y maraka tilayman. Ayolning joni guldan, guldek yurak tilayman. Har bayramga yaltiroq go'zal libos tilayman. Do'stlar, o'zbekka monand komila inson bo'ling. Endi menga ijozat, sizlar esa omon bo'ling deb qolaman, azizlarim. Va bugungi jonli efirimizga yana bir minnatdorchilik bildiramiz. Eslatib o'taman, bizda har kuni jonli efir bo'ladi. Har kun soat 20:00 da Garant Savdo Markazi Instagram, Telegram kanallarida bizni kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Ertaga ham siz bilan ikkita Turkiya va bitta Gruziya davlatlariga sayohat yo'llanmasi g'oliblarini aniqlaymiz va Ra'no opa keling, efirimiz yakunlanib, chiroyli so'zimiz bilan baravar aytib yakunlaymiz. Ya'ni sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling so'zini ikkalamiz baravar etib bugungi efirimizga yakun yasaymiz. Sayohat qilmoqchimisiz? Garantga keling. Garantga keling.